Assalomu alaykum. Men Namoz Humoydin, kardioxirurgman. Keling sizlar bilan bugun insonlar o'ylagandan-da muhimroq va jiddiyroq bir mavzuda, ya'ni badlar to'g'risida. Ruschadan olinganda biologически активные добавки, ya'ni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, biologik faol qo'shimchalar to'g'risida gaplashamiz. Internetlarda, dorixonalarda, bozorlarda har xil turdagi vitamin qo'shimchalar, ya'ni komplekslar, ya'ni badlar sotilmoqda. Ular haqiqatdan ham foydalimi? Keling, mana shu haqida bugun to'liq gaplashamiz. Bad bu biologik faol qo'shimchalar, ya'ni asosiy ovqat ratsioningizga tabiiy yoki sun'iy qo'shiladigan va organizmda biokimik jarayonlarga faolroq ishtirok etishida yordam beradigan vositadir. Ularning tarkibida aminokislotalar, minerallar, har xil vitaminlar, o'simlik ekstraktlari, probiotiklar va fermentlar bo'lishi mumkin. Lekin e'tibor bering, bad bu dori emas, u shunchaki qo'shimchalar, ya'ni kasallikni davolamaydi. Bu sizga shunchaki qo'llab-quvvatlash uchun yordam beradigan qo'shimchalar hisoblanadi. Keling, foydalari haqida gaplashamiz. Immunitetni mustahkamlaydi, ya'ni sink va vitamin D. Ichak florasini yaxshilaydi. Probiotiklar juda ko'pchilik yosh bolalarga beriladi. Uchinchi navbatda esa og'ir mashq yoki stress paytida tezroq o'zingizga kelishingizga, tezroq energiya olishingizga, tezroq kuch olishingizga yordam beradi. Omega 3 va magniy. Teringizni yoshartiradi, sochlaringizni mustahkam qiladi va tirnoqlaringizni qattiq qiladi. Bunga kollagenlar kiradi. Endi zararli taraflarini gapiradigan bo'lsak, agar belgilangan dozadan ortiq iste'mol qiladigan bo'lsangiz, tabiiyki sizga zarar qiladi. Bolalar, ayollar va xronik, ya'ni surunkali kasalligi bor bemorlarga e'tiborli bo'lib назначение qilish kerak, ya'ni buyurish kerak. Va uchinchisi, eng asosiysi, barcha badlarga ishonish kerak emas. Ishonchli manbalardan sertifikatlangan, hamma narsasi joy, dokumentlari joyida bo'lgan hamma narsani tekshirib, keyin iste'mol qilishni boshlang. Aks holda o'zingizga foyda qilaman deb zarar qilib qo'yishingiz mumkin. Endi eng asosiy joyiga o'tamiz, farm kompaniyalar va ularning marketingi. Nima uchun bozorlarda badlar hozir ommalashib ketdi? Nima uchun? Hamma joyda, O'zbekistonda ham, butun dunyoda badlar hamma joyda sotilyapti. Birinchi sababi, buning uchun retsept talab qilinmaydi. Shuning uchun xohlasangiz u sertifikat olgan bo'lsangiz, bozorda ham sotishingiz mumkin, internet tarmog'ida ham sotishingiz mumkin, aptekalarda ham sotishingiz mumkin. Buning uchun bitta alohida retsept berishingiz kerak menga degan narsa yo'q. Hozir nima ko'p call centerda allo yoki qaysidir blogerga yoki qaysidir kishiga reklama qildirib, bangillatib sotib yotibdi. Buning evaziga esa milliardlab dollar pul ishlayapti. Kimgadir yordam qilyapti, kimgadir yordam qilmayapti. Sizga faqat yaxshi degan odzivlar ko'rsatiladi, yomonlari hech kimga ko'rsatilmaydi. Va eng asosiysi, bularda urg'u berilayotgan narsa, hozir xalqimizda ham shu narsa ongiga singib ketganki, tabiiy degan so'zga juda ham ko'pchiligimiz urg'u beryapti. Ya'ni marketing strategiyasi mana shunga qaratilgan. Tabiiy desa insonlarda ishonch bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Lekin tabiiy har doim ham foyda keltiradi degani emas. O'sha narsani juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Siz bilishingiz kerak bo'lgan 5 ta eng asosiy faktlar. Har doim badni iste'mol qilishda asosiy dorilaringizni hech qachon cheklab qo'ymang va shifokor bilan обязательно albatta maslahatlashing. Ikkinchisi, 100% tabiiy degan narsa bo'lmaydi. Tabiiymi? Baribir tekshirib ko'ring. U qanaqa o'tdan bo'lgan, nima foydasi bor? Va uchinchisi, sifatli brendlar va haqiqiy sertifikatlangan hamma hujjatlari bor mahsulotlardan foydalanishga harakat qiling. Chunki ular bozorda juda ham ko'p yillik xizmat qilyapti, haqiqiy odzivlar bo'lishi mumkin. Yangi chiqib kelayotgan badlar yoki biologik faol qo'shimchalar, bular har doim ham ishonchli bo'lishi mumkin emas. Keyin oxirgisi, sizning muammongiz balkim bad bilan emasdir. Balki shunchaki to'yib uxlamayotgandirsiz, stresslaringizni joyiga qo'ymayotgandirsiz, noto'g'ri hayot tarzidadirsiz. Mana shu narsalarni to'g'rilab olib, sizga umuman bad kerak bo'lmasligi ham mumkin. Birinchi navbatda vijdonli, to'g'ri mutaxassis bilan maslahatlashing.
Xulosa qilib aytganda, bad, yaxshi yoki yomon degan tushunchada qolmasligimiz kerak. Buning uchun albatta maslahatlashib, sizga kerak bo'lsa qabul qiling, kerak bo'lmasa shunchaki yig'ishtirib qo'ying. Har qanaqa reklamalarga uchmang. To'g'ri ovqatlansangiz, uyqungiz joyida bo'lsa, stresslaringiz kam bo'lsa, sizga mana shular bad deb qabul qilsangiz bo'ladi. Agar sizga bu ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariy yozing va menga obuna bo'lishni unutmang. Agar qaysidir yana mavzularni ko'tarib chiqishimni xohlasangiz, iltimos kommentariyalarda yozib keting. Men albatta hammasini o'qib chiqaman. Barchangizga rahmat.